Assalomu alaykum, usta bobo. Alaykum assalom. Charchamasdan, Rahmat, tinchmi? Ishlar rahmat, bo'lyapti. Sog'ligingiz. rahmat. Ikkalamiz bor-ku, Rahmat. bir video qilsak. Ma'qul, Kiydi. ma'qul. Ana odam ko'ryapsizmi? Ana odam. Ko'rinmas Ana odam. shu odamni bir tushirishimiz kerak dekolash. Ha, bu tushirdi menga. Nos olib berdi, nos. Nos olib berdi, nos. Nosga mayli 20 ming oldim men. Yorivardimi? Ha, endi nos 2000 so'm. Ha, to'g'ri lekin. Noli bor, ikkovda ham ikkisi bor. To'g'ri. Usta bo, Oh, ana bola kiyib ketyapti, nega? o bola mendan 5 oy oldin 700 ming so'm pul olgan. Men ishlatdim, 1 million so'm pul berishim kerak. Общий. Bu endi 300 ming olish kerak-da mendan. 2 kun bo'ldi pul uzayib ketganiga, shunga tilimsiz kelyapti. Hayot qiziqligini ko'ryapsanmi? Bu usta so'zlaymizmi? So'zladik-ku bizga. Bo'ldi, qalampir tegizamizmi? Tegizga nima qilamiz? Endi nima deysiz? Ketamiz işte. Qo'rqadi. Oyoq qo'l qaltirib qoladi. Bo'ldi. Ha yigitlar, ishlamay o'tiribsizlar. Ha, nima bo'ldi ishlamay? Короче, biz ishlaymiz, bo'ldi. Rostdan. Bir kallalarni jeyda. Men bu qilmangar, men bir o'zim qanday bitiraman buni? Sizlar qanday bitiraman? Pulni olib bo'lgan bo'lsa, hazillashmanglar, baraka topdilar. Bu 60 million pul oldik, ey. Bunday qilmanglar, ey. Iltimos sizlardan. Yo, iltimos, to'g'ri tushuninglar. Ey, baraka topdilar, bunday qilmanglar, men qiynalib qolaman bir o'zim. Hozir odam qayerdan topaman men? deb aytishimni kutganmidilaring? Ha? Hayda, odam ko'p. Hayda, ket. Hazillashdik. Hazillashma, ket. Bo'l. Usta bu endi nima qilamiz? Haydaverdi. Sizdan bo'ldi. Menga qarang. Qiyin qilig'ingizda. O'zing ayting, xo'p. Yo'q, men emas, hammasi siz boshladingiz. Ha, yuraysiz, qayrab. Endi nima qilamiz? Menga pul kerak edi. Shuncha pulni qayerdan topaman endi? Lat qayta. Oldidan qaytar. Latib, bunday qilamiz uka. Ko'chadagi odamlarni majburlab podpiska qildiramiz. Yoshmi, qarimi farqi yo'q. Kelishdikmi? Bosdik. Voy-voylab qolmasa Hech bo'ladimi? kim o'tmaydi. Nima bo'lsa bo'lsin. Mana. Ushlaymiz hozir. Odam yo'q, nima qilamiz endi? Tavakkal qilamiz. Ana. Ishlaymiz. Ana odamlar. Podpiska. Bu ana. Hey! Zo'aq ustaga podpiska bo'lganmisizlar? Latif ustagachi? Ana. To'xtada. Ushla. Latif qaytar. Oldidan qaytar. Latif qaytar. Yugur, git oldini. Ha, qochaman deysizlar. Ha? Podpiska bo'lmayman deysizlar, bari. Hozir ko'rasan. Bo'l. Ha, mana shu ukalarim podpiska bo'ladi endi, xudo xolasa. Qani? Ha. Nega podpiska bo'lmadilar? Yigitlar, podpiska bo'linglar. Mana qaranglar. Men sizlarga podpiska bo'lganlaringga mana pul beraman. Mana ushla buni. Mana. Ushla. Mana bu senga. Agar ko'cha-kuyda ko'rib qolsam podpiska bo'lmasalaring, chiqarib yuborgan bo'lsalaring, men 1 so'm bermayman. 1 so'm bermayman, eshitib qo'yinglar, quloqlaringga quyib olinglar buni. Kappik bermayman, sharmanda bo'lasizlar. Boshqalarga beraman, sizlarga 1 tim bermayman men. Eslaringda tursin ana shu. Bosinglar ukalar, podpiska, komment bosinglar. Mana ukalarim zo'r qilib hozir sizlarga ko'rsataman. Ana chiroyli qilib ko'rsatyapman. O kallang ishlaymi seni? Parasatingni sani hozir joyingni solaman. Aka qani, mana senga. Latif, ana biz bilan yuradiganlar bor-ku. Shuni o'tida qisib turib, o'darib sochtalab ketamiz. Bir tir bo'lsa, Shunday. Bor. Voy, mana shantajlar yana keldi. Pul qilmaydi bularda. Jo'ra, shu shartingga biz rozi. Rozimisizlar? Rozi. Davay, tayyor. O'tinglar mana yerga. Tez, mana yerga o'tinglar. Mana yerga o'tinglar. Hozir bular. Kel. Mana yerga. 1, 2, 3, start.
Ha, bu lattalar bular odam bo'lmaydi bu turishini qara bular. Qaranglar, sizlar uchun yana bitta yengilgina topshiriq. Aha. Ha, men sharda ishirdim ha. Men shuni qo'yib yuboraman, ushlab olsalaring bo'ldi. Ya bu yo'rinda boy. Yo'q, qani, qarab turinglar. Birinchi bular. Birinchi bular. Mana. Ana, chaqqonlikni qaranglar, chaqqonlik. Mana shuni qo'yib yuboraman, ana ularda ham sizlar ushlab olasizlar. Maylimi? Qiyin emas. Mana. Ay, ishlak. Ana, uni ham yeplayolmadi ya. Nima? Problema kerak, muammo kerakmi? Telefon qilaman. Ha? Yo'lda to'g'ri yo'l. Hoppa. Gagarinda ustalarni sindirish bandasiga emas. Yüzüm varam salam ay bırak salam. Nagoriyada dangasalik bo'yicha chempionat boshlandi. 29-sentyabr kuni boshlangan Voy, bopish boshlandi. Chernogoriyada dangasalik bo'yicha chempionat boshlandi. 29-sentyabr kuni boshlangan musobaqada Rossiya, Ukraina, Turkiya va Serbiyadan 20 nafar ishtirokchi qatnashmoqda. Ularning barchasi allaqachon kravatlarda yotibdi. Ishtirokchilarga kerakli hamma narsa, ovqat, ichimlik, internet beriladi. Har 8 soatda esa 15 daqiqalik tanaffus ajratiladi. Usta bola, bitta duo beringizlar. Alloh omin akajonim. Omadingni bersin. Bermaydi. Chempion bo'lib turib qaytgan. Qaytolmaydi Kechir bo'lmaydi. akajon, bizlar seni bor nohaq xafa qilgandik. Kechirmay o'lib ketdi. Nima deymiz? Chempion bo'lib qaytgan, yuzimizni yerga qaratmagan, yuzimizni Yerga yorib qaratadi. turib qaytgan. Qap-qara qaytadi. Omadingni bersin. Allohu akbar. Borib kelmaydi. Ko'ramiz. Endi ketdim. Yigitni omadi bilan o'ynashman. Mana men omadim keldi. Endi g'alaba qozondim. Meni kimligimni hamma bilib qo'yadi. Meni ustalar nima dedi? Ha, yutaman men. Latif, ana biz bilan yuradiganlar bor-ku. Shuni o'tiga qisib turib, o'darib soch telib ketamiz. Bir tir bo'lsa, Shunday. Bor. Voy, mana shantajlar yana keldi. Pul qo'ymaydi bular da. Jo'ra, shu shartingga bizlar rozi. Rozimisizlar? Rozi. Davay, tayyor. O'tinglar mana yerga. Tez, mana yerga o'tinglar. Mana yerga o'tinglar. Hozir kel. Mana. 1 2 3 start. Ha, bu lattalar bular odam bo'lmaydi bu turishini qara bular. Qaranglar, sizlar uchun yana bitta yengilgina topshiriq. Aha. Ha, men sharda ishirdim ha. Men shuni qo'yib yuboraman, ushlab olsalaring bo'ldi. Ya bu yo'rinda boy. Yo'q, qani, qarab turinglar. Birinchi bular. Mana. Ana, chaqqonlikni qaranglar, chaqqonlik. Mana shuni qo'yib yuboraman, ana ularda ham sizlar ushlab olasizlar. Maylimi? Qiyin emas. Mana. Ay, ishlak. Ana, uni ham yeplayolmadi ya.